Assalomu alaykum kunuz kuzatuvchilari. Mana biz hozir yanvar o'rtasi bo'lishiga qaramasdan xuddi bahoriy ob-havo muhiti qarshisidamiz, lekin bu kimlargadir yaxshi bo'lsa, baribir bizning mintaqa uchun bir sovuq havo oqimini kirib kelishi uchun bir signal hisoblanadi va shu darajadaki mana shu 2 haftalikda respublika aholisi ham bir bahoriy issiqni, ham juda ham ko'p yog'ingarchilikli bir kunlarni va uning orqasidan qor yog'ishlarini, hattoki mana yanvarning 3-o'n kunligida endi haqiqiy qish sovuqlarini his qilishlari mumkin. Kelayotgan juma kunlari respublikaning ayni mana shu Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati hududlarida juda ham ko'p yog'ingarchiliklar kuzatilar ekan. Qisqa muddatda mana o'zi biz xaritalarni joylaymiz. Sariq ranglarda bir yarim sutkada hattoki 20 millimetrli yomg'irlar yog'ishi mumkin ekan mana shu hududlarda va tarmoqlar mana shundan kelib chiqib suv bosish, suv toshqin hodisalari ayni mana shu viloyatlarda kuzatilishidan kelib chiqib o'zlarini har xil choralarini, tadbirlari ishlab chiqishlariga to'g'ri keladi va kelayotgan 20-yanvar kunlari yana respublika aholisining juda ham ko'plab viloyatlarida yerda endi qor o'rnashadigan qorlar, hatto vodiy viloyatlarining Namangan, Andijon viloyati ayrim tumanlarida ham aholi qor hodisalariga guvoh bo'lishlari mumkin va yanvarning 3-o'n kunligi, ya'ni keyingi haftada afsuski shimoldan sovuq havo oqimlarining mintaqaga kirib kelishi ayni mana 24, 25, 26-yanvar kunlari respublikada tonggi muddatlarda katta shaharlarimizda ham havo haroratining kechqurunlari 10 daraja, -10 darajadan pasayib ketishini ta'minlashi mumkin ekan. To'liq videoni Kunuzning YouTube'dagi sahifasida tomosha qilishingiz mumkin.